Assalomu alaykum hammaga. O'tgan videolarimizda burunda muammolar kelib chiqishlari haqida gapirib o'tgan edik. Bugun o'sha kelib chiqqan muammolarni hal qilgandan keyin qilinadigan ishlar haqida gapirib o'tamiz. Birinchi o'rinda yuz jag'lamalarni keltirib chiqishiga sabab bo'ladigan narsalardan biri bu burun ichidagi muammolar haqida gapirgan edik. Ya'ni ular bo'lishi mumkin poliplar, adenoid so'rilmagan kistalari, burun bo'shliqlarini, konxalarini shishi, burun pergorodkasini qiyshayishi haqida gapirib bergandik. Bugun agar mana shu muammolarni hal qildirganimizdan keyingi qilinadigan proseslar haqida gapirib beramiz. Deylik, bola 15 yosh, u adenoidni oldirdi, ya'ni burun bo'shlig'idagi adenoid bezini oldirib tashladi. Lekin bu bilan uni muammosi hal bo'lib qolmaydi, uni nafas olishi to'g'rilanmaydi. Chunki sababi bola 15 yoshga qadar aynan mana shu bez bilan yashab kelgan va shuning natijasida u doimiy ravishda og'iz bo'shlig'idan nafas olib kelgan. Ya'ni bunga odatlanib adaptatsiya paydo bo'lgan. Endi bu bola adenoid bezini oldirgani bilan burnidan nafas olish joy-joyiga qaytib qolmaydi. Buni o'z holiga keltirish uchun maxsus miogimnastika mashqlarini qilish kerak. Og'izdan emas, burundan nafas olishga olib boruvchi mashqlarni bajarib, o'zini burun orqali nafas olishga majburlashi kerak. To'g'ridan to'g'ri bolalar bu narsani qilmaydi. Bu holatda stomatolog ortodont vrach burnidan nafas olishga qaratilgan holatlarni amalga oshirish uchun maxsus mashqlar va kuzatuvlar olib boradi. Buni natijasida qariyb 6 oy davomida bola nafas mashqlarini bajaradi. Bu mashqlarga biza aytishimiz mumkin, oddiy sharlarni shishirish, og'izda suvni olib yurish yoki og'izni yopib yurishga harakat qilish, ko'proq yugurish, tongda, avetda, kechqurun o'zini burun orqali to'liq nafas olib, nafasni ushlab turib, og'iz orqali nafasni chiqarish kabi mashqlarni bajarish kerak. Buni natijasida nimalar kelib chiqadi? Agar bola burnidan ana endi to'liq nafas olishga o'tsa, ya'ni og'izdan nafas olmay, balki burundan nafas olishni boshlasa, bolani burnidan o'tayotgan havo bolaning suyaklariga partial bosim berishni boshlaydi. Buni natijasida miyada shunday o'choq paydo bo'ladiki, burundan nafas olish tiklandi. Tezda burun kataklarini kengaytirishga harakat qilishimiz kerak. Va shu holatda organizmda gormonlar bor. Mana shu gormonlar sekin-astalik bilan ajralishni boshlaydi va suyak, shu sohadagi suyaklar qaytadan rekonstruksiya bo'ladi, ya'niki remodeling bo'ladi. Ularning shakli o'zgarishni boshlaydi, nafas yo'llarini teshiklari kattalashishni boshlaydi, bola erkinroq nafas olishni boshlaydi. Agar mana shu holatda bola 3 yil davomida muntazam nafas olishni kontrol qilib tursa, nafas olishni burun orqali o'tkazsa, u 15 yoshgacha yetib kelgan muammoni hal qilishga 50-60% yordam beradi. Buni natijasida burundan nafas olish va shu sohadagi suyakni o'sishidan uni tashqi qiyofasi o'zgaradi. Tashqi qiyofasi yaxshilanadi. Tashqi qiyofasi adenoid bor bolalarda qushni tumshug'iga o'xshab qolgan bo'ladi. Agar u burundan nafas olishni to'g'rilasa, uni yuzi dumaloqlashish yoki to'rtburchak holatga kelishi kuzatiladi. Ya'ni kvadratlashadi uni yuzi. Shuning natijasida uni yanoq suyaklari ham yaxshi o'sadi va yuzidagi puchuqliklari ham yo'qoladi. Burundan nafas olish tiklanganda bu tashqi muhitdagi havoni tarkibidagi chang zarrachalari burun bo'shliqlarida ushlanib qoladi, shlaklar vazifasida ushlanib qoladi va bolani organizmiga tashqi muhitdagi issiq yoki muzdek havo to'g'ridan to'g'ri emas, balki bilvosita kirishni boshlaydi. Buning natijasida burun bo'shlig'ida changlar ushlanib qoladi, u namlanadi va o'pkaga yetib boradi. O'pkada yetib borgan havo burun orqali kelsa, u alveolarlarga, ya'ni qonimizana tarkibidagi maxsus hujayralarga yaxshi so'riladi. Buning natijasida boladagi anemiya, ya'ni kamqonlik kasalligi sekin-astalik bilan yaxshilanishni boshlaydi. Uni qonun tarkibidagi aynan gem moddasi ko'tarilishni boshlaydi. Buning natijasida bolani miyasi kislorod bilan to'liqroq ta'minlanadi. Buni qarabsizki, bolani xotirasi yaxshilanadi. Uni adekvatligi yaxshilanadi. Injiqliklari bo'lsa bolalarda, aksar bolalarda burundan nafas olish tiklangandan keyin shu injiqliklar sekin-astalik bilan pasayib boradi. Uni ilmiy salohiyati oshadi, chunki ilmiy salohiyatga sabab bo'ladigan kislorod tanqisligi endi yo'qoldi
bolada kislorod yetarlicha bo'lgandan keyin bolaning zehni tezlashadi. Bolaga kerakli bo'ladigan energiya ham sekin astalik bilan organizmga kiradigan yaxshi sifatli kislorod hisobiga oshib boradi. Bunga sabab uni hazm jarayoni ham yaxshilanadi. Chunki bizani iste'mol qilgan ovqatlarimizni hazm qilib beradigan narsa, ya'ni parchalab yoqib beradigan narsa bu kislorod bo'ladi. Mana shu kislorodga bo'lgan ehtiyoj qoplanganidan keyin uni energiyasi oshadi, ya'ni hayot sifati yaxshilanishni boshlaydi. Mana qarabsizki, bir dona burun bo'shlig'idagi hal qilingan muammo va to'g'ri nafas olishni yo'lga qo'yishlik bilan bolani faqatgina tashqi ko'rinishi yoki uni tish qatorlariga bo'lgan, yuqoriga jag'ni o'sishiga bo'lgan holatlari emas, balki uning hayot sifati yaxshilanadi. Shu bosqichda birgalikda ortodont bilan uni tishlarini to'g'rilashni boshlasa, tish qatorlari burun bo'shlig'ini muammosi hal qilinmagan bolalarga nisbatan tezroq, sifatliroq bo'lib yaxshilanishni boshlaydi. Uni tekisliklari tezroq paydo bo'ladi, notekisliklar tezroq yo'qoladi. Shu sababdan ham farzandingizda bo'ladigan o'zgarishlarni albatta kuzatib boringlar. U qanday nafas olayotganini kontrol qilinglar. Faqatgina burun muammosini hal qilib, tish jag muammosini hal qilinmaydi, balki birgalikda lor mutaxassisi nafas olishni to'g'rilash va ortodont stomatolog bilan yuz jag anomaliyalariga to'g'ri berib turiladigan kuch natijasida bolani hayot sifatini yaxshilab borish kerak bo'lgan. Shunga o'xshagan foydali ma'lumotlar sizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, sahifamizga a'zo bo'lib qo'yinglar. Biz albatta yangidan yangi videolar chiqazamiz va bu videolarga motivatsiya sizlardan, ya'ni podpiska, like bosishlardan keladi. Rahmat sizlarga.